Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli shofyor akalarimiz, sudga bergan edik GAIning qarorini. Sudya Matchanov, Yashnobod jinoyat sudi Matchanov rad qilgan. Qarorini oldik. Sud qarorida noqonuniy yana rad qilishdi. Hozir ko'rsatamiz mana. Xo'p. BYD Song Pro rusumli ruxsatsiz avtomobilning tashqi ko'rinishiga o'zgartirishlar kiritilgan debdilar. Tashqi ko'rinishda nakleyka bor edi. Xo'p. Ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etgan harakatlar 3-qismi bilan to'g'ri kvalifikatsiya qilingan debdilar. To'g'ri ekan. 3-qismida yozgan ekan, avtotransport vositasi konstruksiyasini va yoki uning qismini o'zgartirish bilan bog'liq faoliyat boshlanganligi yoki tugaganligi haqida xabarnoma taqdim etish va avtotransport vositasini qayta jihozlashga ruxsatnoma berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qaror 1-ilovasining 2-bandida transport vositalarining tashqi ko'rinishiga yozuvlar kiritish, avtotransport vositasining kuzoviga o'zgartirish kiritish deb baholanishi va mazkur nizom bilan ko'rsatilgan tartibda tegishli ruxsatnoma olingan dan so'ng ushbu tartibda avtotransport vositasidan foydalanish tartibga solinadi debdilar. Hop, 125-modda 3-qism. 125-modda 3-qismda nima yozilgan? Siqilgan tabiiy gazda suyultirilgan neft gazida yoki dizel va gazsimon yoqilg'i aralashmasida ishlaydigan transport vositalaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalarini buzish degan. Bu yerda nakleyka degan. 125-modda 3-qismda esa gaz degan. Ko'zgusimon va yoki tusi o'zgartirilgan, qoraytirilgan oynali degan. 126-moddada ham hech qanaqa nakleyka to'g'risida gap yo'q. Mana. Menga gazga yozib qo'ygan. Gazi bor mashinada. Gazi bor BYDga gaz qo'yiladi. Hurmatli sudya, nima qilganingiz bu endi? Matchonov akamiz, xudo xolasa sizni qaroringizni shahar sudiga beramiz. Shahar sudini ham ko'raylikchi nima deyishar ekan. Sog' bo'linglar.